Xo'p, tasavvur qiling, siz farzandingiz yo'llamoqchisiz, sizda bitta telefon. Buning uchun profilga bosasizda, pastda profildan chiqish tugmasi bor. Mana shu yerga chiqishda bosib har deb tanlasangiz bo'ldi, sizni platformadan chiqarib yuboradi. Endi misol uchun bu yoqdan chiqib ketgan taqdirimizda ham mana bizda o'rnatilgan Edecoin ilovasi bor. O'shanga kirganimda yana mendan o'sha boyagidagi ilova ochiladi, o'zbek tili va kirish ro'yxatdan o'tish bor. Endi siz yana o'zingizda ota-ona profilingizga kirmoqchi bo'lsangiz, kirish tugmasini bosasiz va ota-ona tanlaysizda boyagi nomer, masalan 93lik 299 99 68. Albatta siz o'zingizning nomeringizni kiritasiz. Parolga, demak, boya biz 1 dan 8 gacha yozgandik. Agar 1 dan 7 gacha yozsangiz, kirish tugmasini bossangiz, bu xato deb aytadi. Hammasini to'g'ri yozishingiz kerak. Keyin yana bitta narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Mana bitta chiqib turaman. Siz bu yoqda kirish tugmasini bossangizmi, agar bola bo'lib ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bola bo'lib kirsangiz ishlaydi. Agar ota-ona bo'lib ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ota-onani tanlashingiz kerak. Ikkalasini adashtirib yuborsangiz, sizda xatolik bo'ladi. Shunday holatlarda mana shu edecoin.uz Telegram kanali izohlarida profilimga kira olmayapman yoki menda shunaqa holatlar bo'lyapti deb yozsangiz, biz adminlar tomonidan ko'rib, tekshirilib sizga yordam berishadi. Demak, yana yozaman. Mana qayta ro'yxatdan o'tmadim. Boyagi o'sha o'zimning ma'lumotlarim mana bu yoqda keldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Bola bo'lib ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Uning uchun bu yoqdan mana ro'yxatdan o'tish, ota-ona, bola, ustoz deb yozilgan bolani tanlaymiz. Bolaga ism va boshqa ma'lumotlar yoziladi. Misol uchun aytaylik, bunga Islom demaymiz-da, Elbek deb yozaylik. Xo'p, tug'ilgan kun oyillar yoziladi bu yoqda. Demak, mana yozdim. Xo'p, demak, o'g'il bola, qiz bola tanlanadi. Undan keyin bu yoqda bola uchun telefon nomeri yoziladi. Endi boyaman nomer kiritgandim. Mana bu 93likda. Boya deganim, bundan oldingi videolarda ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu nomerda men ota-ona bo'lib ro'yxatdan o'tganim uchun endi bu nomerdan ro'yxatdan o'ta olmayman. Mana foydalanuvchi allaqachon mavjud deb chiqarib beraveradi sizga, ya'ni ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Bolangiz uchun alohida nomer bo'lishi kerak. Aynan bolangizning nomiga olingan nomer bo'lmasa ham, aytaylik, uydagilardan boshqa kishining nomerini olib, shuni ishlatib yursa bo'ladi. Endi aynan 1 dan 8 gacha parol qo'yish kerak emas. Parolni xohlagancha qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni o'zingizni bilganingizcha. Agar parol yodingizdan ko'tarilib qolsa va umuman eslay olmay qolsangiz, unda nima qilasiz? Bu yoqda mana kirish tugmasini bosasizda, ota-ona yoki bola, mana parolni unutdingizmi degan tug joy bor. O'sha yerga telefon nomeringizni yozasiz va parolga o'zingizning yangi parolingiz, yangi parol o'ylab toping. Yangi parolim aytaylik 1 dan 9 gacha bo'ldi mana. Parolni tiklashda bitta bossangiz, sizga demak yana tasdiqlash kodi keladi. 9293. Demak, parol bizga 1 dan 9 gacha bo'ldi endi. Endi bu men parolni o'zgartirib qo'yaman. Siz o'zingiz nomingizdan kirasiz, o'zingiz nomingizdan ishlaysiz. Keyingi videoda qanday qilib premium sotib olishni ko'rsatib o'taman.